Chang'an asosiy e'tiborni dizayn, kundalik qulaylik va texnologiyalarga qaratgan holda UniV va CS55 modellarini yangiladi. Bu yerda har bir model o'z o'rniga ega. UniV dinamika va boshqaruvning o'zgacha hissiyoti. CS55 Plus esa qulaylik va universallikni taqdim etadi. Chang'an UniV sportchi ko'rinishga ega liftback. Sport uslubidagi versiyasi 2 litrli dvigatel, 245 tot kuchi va 8 pog'onali avtomat ravishda uzatmalarni almashtirish qutisi bilan jihozlangan bo'lib, sport rejimida haydashni yanada faol va shiddatli qiladi. Model avtomat tarzda chiquvchi spoiler, sport uslubidagi maxsus tashqi elementlar va animatsiyali LED optikasi bilan tashqi ko'rinish jihatdan ham alohida ajralib turadi. Salon to'liq raqamlashtirilgan. 14.6 dyumli ekran, simsiz Apple CarPlay va Android Auto, 360 gradus kamera va video registrator. Barchasi zamonaviy talablarga javob beradi. Endi esa CS55 Plus. Ushbu model 192 ot kuchiga ega 1,5 litrli turbo dvigateli bilan kundalik foydalanish uchun moslashtirilgan crossoverdir. Yangilangan dizayn, panoramali tom qismi, raqamlashtirilgan salon va katta ekrandan tashqari 540 gradus kamera, video registrator va simsiz quvvatlash tizimini o'z ichiga oladi. Bu yerda asosiy urg'u qulaylikka berilgan. O'rindiqlarni isitish va ventilyatsiyalash funksiyasi, xavfsizlik tizimlari va adaptiv kruiz nazorati. Bularning barchasi kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan. UniV hissiyot va dinamika, CS55 Plus esa kundalik qulaylik uchun ishlab chiqarilgan. Ulardan qaysi biri sizga mos kelishini tanlash sizning ixtiyoringizda. Agar ushbu modellar sizga qiziq bo'lsa, barcha kerakli ma'lumotlar ekranda namoyish etiladi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.